Do'stlar, hozir Cherry'ga keldik. Cherry'ni pavilyonini ko'rsanglar, mana shu yerdan o'sha xolasinikigacha. Cherry juda katta joy olibdi, juda ko'p mashina olib kelgan. Biz hozir O'zbekistonda sotilayotgan va yangi mashinasini ko'rishga harakat qilamiz sizlarga. Solishtirishinglar uchun mana bu yerda Cherry turibdi, naryoqda Jetour bilan Exit turibdi. Bularning joyi ikkiga bo'lingan, o'shanda ham yetmaydi joyi Cherry'ga. Shundoq bilsanglar ham bo'ladi, qaysi brend kuchliroqligini yoki kim pul ko'p berganini. Hozir ko'rsatamiz. Hozir Cherry'ga keldik, mana bizga ochib beryapti. Cherry'ning yangi mashinasi, elektrik mashina. Yangi brend qilib olishgan, buni ko'ryapsizlar, Courier deb nomlanadi. Ichini ko'rsanglar, buni ochish mumkin emas, yopib qo'yilgan. Ichi futuristik darajada qilingan. Ko'ryapsizlar, 4 kishiga mo'ljallangan mashina. Polni elektrik, nimalari yo'q, danniklari yo'q. Faqat mashinani qo'yib qo'yishgan. Orqa tomonidan zo'r. Cherry'ni dizayniga umuman o'xshamaydi. Cherry'ni mashinalarini bilganlar biladi. Kichkina mashinchasi bor, keyin katta SUVlari bor. Hozir buni bilib ko'ramiz, qancha masofada yurishini. Lekin mashina zo'r ko'rinishi, polniy panorama nimada turibdi va menimcha salonida ko'p elektrik massajyor va 360 kamera shunga o'xshagan narsalari bor. Lekin mashina haqida ma'lumot juda kam. Yangi mashina, yangi olib kelgan konsept kar. Mana bu oldi tomonidan ko'rsanglar bo'ladi. Rangiga lekin gap yo'q. Rangi zo'r ekan, neobычный rang ekan. Mana hozir iltimos qildik, ochib berishadi bizga. Knopka degan. Kirib o'tirish mumkin emas deyapti. Mashina haqida ozgina so'rab oldik. Mashina 300 km atrofida yurib beradi deyapti. Eshiklarini ham ko'ryapsizlarmi? Mana bu polniy zamsh. Ruchkalari ham zo'r ekan, alyuminiy. Kolonkalari ham Leon Melody turibdi. 340 km yuradi. Narxi nech pul dedi? 100 ming atrofida ekan. Yuanda. Dollarda narxini ko'rib qo'yasizlar. Orqasini hozir ko'rsatyapti bizga. Orqasi, va sedenkasi bunaqa o'rindiqlarni hali ko'rmagan edik. Ko'ryapsizlar. Eng asosiysi mashinaning hidi zo'r, yangi mashina ko'ryapsizlar. Kataloglari ham polniy panorama turibdi. Ko'rjinkalari, даже ko'ryapsizlar, nimalari ham boshqacha turibdi. 100 ming 340 km yuradi deyapti. 340 km yuradi deyapti. Yangi mashina UQQ. O'zbekistonga olib keladi, olib kelmaydi, hali aniq emas. Chunki Xitoyda ba'zi mashinalar faqat ichki bozorga mo'ljallangan, tashqi bozorga sotishmaydi. Bu yangi mashina bo'lgach, hali Xitoy bozorida ham yo'q. Shuning uchun menimcha 100 mingga zo'r mashina, 340 km yurishga. Shanxayga lekin juda zo'r-da. Toshkentga ham menimcha zo'r. Hozir hech kim yo'q, hech kim kiritmayapti. Bizani kiritishdi. O'zbek hozir mana bu Cherry'ni QQ degan yangi modellarga keldi. Bu yerda sport versiyasini qo'yib qo'yibdi. Muzika uchun endi e'tiroz bildirmaysizlar, baland qo'yib qo'yishgan, bizda kolonkani tagida turibmiz. Elektromashina 250 km yurib beradi deyapti. Narxi 40 ming, 36 mingdan 40 ming yuangacha deyishyapti. Ko'rinishi ko'ryapsizlar. Keyingi yil mana shu yilda iyul oyida sotilishni boshlaydi deyapti. Eng qizig'i bu kichkinagina mashina. Ko'ryapsizlar. Uzoq bo'lsa 2,5 metrda. Balonlari Tiko mashinani kim bilsa, o'sha Tikonikiga o'xshaydi. Ko'ryapsizlar? Spoilerchasiga alohida bitta like. Orqasida Cherry deb qo'ygan, mana ko'ryapsizlar. QQ verdi. Endi botga buni otishga ruxsat berishmayapti, yangi deyapti, hali ko'p narsasi bilmayman, yashirishadi. Bunda oynadan ko'rsatsa bo'ladi.
zo'r mashina. Kameralari yo'q, reysinga faqat mana ichkaridan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hozir biz Cherry T9 modeliga keldik. Yangi mashina. Cherry hozir men bu emblemasini ham o'zgartiryapti, ko'rgan bo'lsanglar. Kimga qanaqa, menga lekin sal g'alati turib yuryapti. Mashina zo'r ekan. Baloni 20 li turibdi balon. Diskalarini ko'ryapsizlarmi? Boshqacha chiqyapti, luxury texnologiyada. Mashinaning narxiga kelsak, 130 mingdan boshlanar ekan. 170 ming yuangacha. 130 mingdan 170 ming. 142 ming bor ekan, 156 ming. Hozir sizlarga ichkarisini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu yerda akamiz bir soatdan beri o'tiribdilar. Mana bu orqasi ko'ryapsizlarmi? Bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana bu yerda bari bor ekan. Bariga ham alohida e'tibor. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisi. Akalardan hozir iltimos qilamiz endi oldidan sal ketishini. Zo'r kolonkalar bor. Mana bu yerda sedeniyani mana bunda yotqizsa ham bo'lar ekan, ko'ryapsizlarmi buni? Yotyapti. U ko'tarsa ham bo'lar ekan. Orqaga va oldinga mana surlashsa bo'lar ekan sedeniyani, ko'ryapsizlarmi? Joy bemalol yetyapti. Tepada panorama nima? Oyna. Ma'butlari zamsh koja qanaqadir sifat ekan, zo'r. Oldi sedenka menga yoqdi, sportivniy ishlab turishiga. Orqasi ham zo'r, yana orqada 3-chi odamga joy bor ekan, u menimcha yosh bolalarning joyi. Cherryni hozir sizlarga konsept mashinalarini ko'rsatamiz. Birinchisi bu Cherry Aybar avtobuschasi, полный avtonom yuradi. Ko'ryapsizlar, kameralar bor, 360 gradusda turibdi. Yonida dronini ham qo'yib qo'ygan. Bu dron birga ketsa kerak. Hozir yon atrofidan ko'rish harakatidagi. Mana bu yerda konsept qarni ko'ryapsizlar. Bu yerda ruli yo'q. Rulni o'rniga shar qo'yib qo'ygan. Hozir sizlarga ko'rishga harakat qilamiz agar ulgursak. Odam ko'p ko'ryapsizlarmi? Hozir mana ko'ryapsizlarmi? Ichkarisidan. Bizda vaqt sal tig'izroq, shunga sizga tez-tez ko'rish kerak. Mana ko'ryapsizlarmi? Ichkarida odam ko'p, shuning uchun ko'rmayapmiz. Mana bu rulovoy nimasi. Rulni o'rniga shar qo'yib qo'ygan. Sharni aylantirib bo'laman hozir. Tashqari Cherry ko'ryapsizlar, uchar mashina olib kelib qo'ygan. Konseptlar. Oldida bitta, orqada bitta turibdi. Propellerlari kattaligini ko'rsanglar bo'ladi. Konseptlar zo'r, yengillik.